Do'stlar, mana xudo xolasa mashinani egalari bilan 1, 2, 3, 4 o'zlarining og'izlaridan olib, barakasini olib sizlar uchun qo'yib beramiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Xo'p, Damas 23 da 70 ming yurgan, kraskasi toza, polni shumka bo'lgan, ichlarini ko'rib olasiz operator. Polni mashina ichlari bilan 4 ta balon yangi xolis taqdim deysiz. Xo'p, gazda yurmagan, polni benzinda. Xudo xolasa generalni beriladi. 5400 ga baraka bo'ldi. To'g'rimi? Rozi bo'ling lekin. Xo'p, kraskasi toza edi. Tayyor olishadi, minishadi. Xo'p, mashina nechinchi yil? 17. 17. Xo'p, Yevro avtomat ishlarini oling. Kuzov polni Optra Amerikanga taqilgan. Xo'p, 17 diska balonlar. Xo'p, kraskasi qancha nechta joyda bor? Oldi krilo. Xo'p, Krilolarda bor. bor, bitta. Suyagi butunmi? Suyagi butun. Xo'p, 216 ming yurganda. 216 ming. Gazi bor. Gazi bor. Generalni O'tadi. bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, 7500 dollarga. 7500. Siz Kelishdi, ya? kelishdi. Bo'ldi, gap yo'q. 1 yevro avtomatda kraskasi 3 ta 4 ta joyda bor ekan. Mana do'stlar, 7500 dollarga baraka qolsa bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. 13-yil Cobalt. Cobalt. Xo'p, 4 ta balon yangi, 5-sini ham yangi qo'yib qo'ydim bizda. 5-sini ham yangi qo'yib qo'yganmiz. Ishlarni ham mana berib qo'yarsiz. Mana salonlari. Xudo xolasa. Faqat Mana savdo qilishni o'zi bo'lmadi. Mana to'rtta inson bilan, lekin bor. Sizlar uchun mana yarim soat, 1 soatdan vaqt ketkizib qo'yib beramiz. Aka 5300 ga kelishdik-a? 2013 500 ming ga polni kraska. shunaqa. Mashina nima aybi bor? Mashinani aybi yo'q, olishadi, minishadi. Tayyor olishadi, minishadi. Bo'ldi aka, barakasini bersin. Generalni bo'ladimi? Ha, generalni xohlasa oddiy daverni, Bo'ldi. xohlasa aforni. Bo'ldi aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Solajasiz, charchamas. 2014 kraskasi 100% toza dedingiz, a? Yurgan probega? 206 ming. 206 ming. 4 ta balon ham yangi ekan, a? Tayyor mashina oladimi? Xo'p, metan propan Metan gazlari bor 90 talik. 90 talik. Kraskasini tekshirib olib oladi. Shumkalar Bo'lgan 4 bo'lgan, a? Xo'p, Optra Amerikankalari bor, xudo xolasa. Shumkalar bo'lgan. Yurgan probega halolmi aka? halol 206. 1 yevro avtomat bu ham, a? Xo'p, 7400 dollarga kelishdik, a? Kraskasi toza. Gem bo'ladi? Bo'ladi. Generalni bo'ladi. Bo'ldi. Nomerlarni yozib qoldiramiz. Mejikar pultlar hammasi shu turishida, mashinalar hammasi shu turishda sotiladi, xudo xolasa. Hech qanday narsalar yo'q. Xo'p, bu yerda mana 135 tamiz 2014 do'stlar. Xo'p, 2800 dollarga. Captiva'miz xudo xolasa baraka bo'lish jarayonida. Bu yerda mana Matizlarimiz bor. Keling aka. Nechinchi yil bu? 2008. 2008-yil. Xo'p, probega? Probega ko'rmadim 220. Xo'p, nech pul narxi? 2000. 2000. 5. 2008. Generalni bormi? Bor. 5. Nech pul kelishamiz? Kelishamiz, o'tib beramiz. 100 dollar. O'zimiz o'tib beraylik endi. Bo'ldi, 100 dollar beramiz. o'tib beramiz keyingi. Beramiz. Xo'p, bu necha yili? 16. 16. Prostoy. Aha. Xo'p, yurgan probega 176 ming da? Kraskasi? Kraska yo'q-yo'qlarda bor, tekshirib olishadi. Butunmi? Mashina Benzin deydi. Ha, gaz. Nech pulga beramiz? Buni 2,5 ming berib yuboramiz. 2,5 ming beramiz. Berib yuboramiz. Bu o'zimizdan bemalol kelsalar banglatamiz. Xo'p, Maliboymiz. 2012 195 ming probegda. Xo'p, kraskasi 100% toza, sira uchun shu mashinani 9 ming dollarga olinglar ana, bosib olinglar. Va bu kim mashinasi ekan? Bu biz Shabozki ekan bu. Xo'p, naryoqda Sparkimiz bor. Ularni hali savdo qilmaymiz. Savdo qilib bo'lganimizdan keyin, va to'g'rimi akalar? Keyinroq qo'yib yuboramiz. Qaysi joyga? Qaysi joyga? Ayt, Bahrom Abdullayev. Xullas, kelsanglar kelishtirib